bir partiya qarshi kurugda bor skuterlarni birdaniga narxi bilan tanishtirib o'taman. Mana shu skuterimiz 2 kishilik 5 ta akkumulyatorli bagaj bor, ko'rib turganlaringizdek. Oldi orqa jitkisli, tormozlari diskali. 55-60 gacha chiqadi. Umumiy ko'rinishi mana shu. Mana orqa o'rindiq uchun alohida noshkasi, mana bu tepasida qo'yib boradigan. Mana bor, orqada bagaji boridan, bagaji yo'g'idan bor. Bular narxi 6 milliondan. Keyingisi ketdik. Keyingi modelimiz 6,5 millionlik 5 ta akkumulyator, 25lik, 20-25lik qo'yib beraveramiz. Sizlar talablaringizga mos. Bu ham xuddi shunaqa bagaji yo'q. Orqada bachok deydimi endi? Yuk xonasi yo'q. Ko'rinishi mana shu. Oddiy skuterga o'xshagan. Kimdadir spinka kerak bo'lsa, spinka, 5 spinka desa mana 5 spinkasini qo'yib beraveramiz. Rangi oq, ko'k. Keyingi modelimiz ham xuddi shunaqa, skromni, 2 kishilik, orqasida spinkasi bor, oldi labovoy, bokovoy, diska tormozlari jitkisli, mana ko'rib turganlaringizdek. Bu ham narxi 7 milliondan, oq va yashil ranglari bor. Bunisi hozirgi zamonaviy yangi modeldan. Ko'rib turganlaringizdek, bu ham 7 milliondan. Kecha zborka bo'ldi, changlarga e'tibor bermaysizlar. Hozir yana bitta model ko'rsataman. Yo, menga Yadeya firmasiniki kerak desalaringiz, mana Yadeya firmasi atrofi duga, nikel duga bilan nima deydi, o'ralgan. Mana shu yerda ikkita modelimiz bor. Bular narxi 10 milliondan. Garantiyasi 1 yilgacha, akkumulyator qismiga 2 yilgacha shu joyda kafolat beradi. Kimlarga kerak bo'lsa, manzilimiz Qarshi Kurug, Samarqandda, telefon pastda qolib